Şımılar, vay tüzüğümler, vay, Xudo qo'llari. Qani, shu yerda achaq qiling. Kelibsan-ku? Ana. Nima, indamaysan? Ya, salomat. Adamimizni sog'lab bersin. Kimsiz? Men Po'latjonman. Voy, Po'lat. Qolganini ham Po'lat. Shunda tegmaydi, o'ladi. Alloh yaxshi. Har bormisiz? Salom. Holingiz yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voh, ajoyib Dilshodbek. Dono, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Hayda. Hay. O'rgilay o'zlaridan. Shirin shakar so'zlaridan, nurga, mehrga to'lgan ko'zlaridan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Keldi buni. Nima? Munzalam mubarakan va anta khayrul munzilin. Ey Parvardigor, bizni inson qilib yaratib, Muhammadga ummat qilib yaratib, bir-birimizga do'st qilib o'rtaq qilib qo'ygan senga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu jo'shlar uchun joylarni topishib, bellarni bog' qilishib, bir-birini o'rtoq qilib, ayniqsa chiroyli suhbatlarni qilayotgan odamlarni, do'stlarni dunyo va oxiratda aziz va mukarram va muhtaram qil. Muborak bo'lsin. Xushkep silom ber. Buncha joylaring bor ekan, bildirmay yurgan ekan. Yo, Alloh rozi bo'lsin. Ramazon bor. O gilaslarni oling. Yor bo'lib ketyapti-da, yog'in. Loy ekanmi-chi? Ha. Gilosni tagida yurish kerak-da. Endi bu ham tayyorini so'ragan, olib chiqib bersa yeydi. Mana bobo. Bor. To'nni tiqilyapti. Assalomu alaykum. Tog'ayni bildirma. Tashraf so'z. Behisob yurmush hayotning qissayu afsonasi. Shun jahon mulki kishilarning so'lim koshonasi. Dil kabi koshonaga odam eli birga ijlab sar bo'lib meni umrlarning bari gurdonasi. Dil kabi koshonaga odam eli birga ijlab sar bo'lib meni umrlarning gurdonasi. Kimga bu koshona vaqtu, kimga qayg'u keltirar? Kim uchun tor bu jahon, g'urbatli hasrat xonasi? Neki bor volida farzandiga omadlar tilar, qayg'uni insonga baxsh etgan emas-ku onasi. Neki bor volida farzandiga omadlar tilar, qayg'uni insonga baxsh etgan emas-ku onasi. Baxtidan izlar najot, har kimsa bu koshonada. Ketmagan yildan nari to'lg'usi tog' haymonasi. Qismati oydin kishilar erkidan bo'lmas judo. Balda
pervanesi. Har qarong'i tunni derler kim yorug' sufi kelur. Ha shunday. Har qarong'i tunni derler kim yorug' sufi kelur. Yonsa gar bu shamchiroq Yahyo uning pervanesi. Yonsa gar bu shamchiroq Yahyo uning pervanesi. Salomat bo'ling. Rahmat. Buni hali Yahyo degan odam yozganmi? Shundan xulosa chiqarib aytganmanki, bu o'sha gapi bilan degan gap yaxshi ta'sir qilar ekan. Bu kuchli balog'at, fasohat gapni gapirsangiz, universitetda o'tadigan darsni birinchi sinfni bolasiga o'tganga o'xshagan bo'lib qolar ekan. Bildingizmi? Mana shuning uchun men shu hofizlarni hurmat qilishimiz. Masalan, shu Nurullo Qorakamlar birinchi o'sha zamon boshlanganda nima bo'ldi? Kelib shu Muhammad Mustafolar, boshqa ashullalarda esa odamlar yig'laverar edi. O bundan 40 yil, 50 yil. O'shalarda aytayapman. Yig'lashib boshqa qilar edi. Biz gapirsak odamlar esnab quloq solmayman. Mana shunda siz har qancha voyiz, notiq, suxandon bo'lib odamni mahliyo qilishingiz mumkin, lekin bitta ta'sir degan narsa bor-da. Ta'sir o'tkazish kerak. Buni hofizlar mana shu nimalar keltirar ekan nimani ta'sir. Endi Boborog'im Mashrab hazratlarini men ikkita qo'shiqlarini o'zim hali nima desam bo'ladi. O'sha xalq ustozlar yo'lida kelib qoladi. O'zim chiqib olganman. Bu odam men basman. Hozir so'ragan boshqa so'zlarni aytdi-da, qo'sha ekan. Siz aytgan, haligi siz aytgan so'z ham bu meni nimam bas. Men hozir sizga bitta qo'shiq aytib beraman. Ayting. Boborog'im Mashrab. Ayting, Boborog'im Mashrabdan ayting. Oh. Mening rozu dilu zorim faravondur, bitib bo'lmas. Bu ishq afsonasi daftar uzashar etib bo'lmas. Tikansiz gul sadafsizdir, mashaqqatsiz hunar yo'qdir. Riyozat çekmeguncha yor vasliga yetim bo'lmas. Tikansiz gul sadafsizdir, mashaqqatsiz hunar yo'qdir. Riyozat çekmeguncha yor vasliga yetim bo'lmas. Hadangi tirmujganing tegib sinamga javob bo'ldi. Ko'ngil zaxmin ochib bidatlarga ko'rsatib bo'lmas. O'shanda
ashrab agar ming yil jadal qilsang bu manzilga yetib bo'lmas. Uzoq yurmish o'shal zibo sanamning qasri mashrab agar ming yil jadal qilsang u manzilga yetib bo'lmas. Mening rozi diluzarim faravondur bitib bo'lmas. Bu ish afsonasini daftar uzashar yetib bo'lmas.